yig'ilishib turibmiz. Bundan tadbirkorlar bilan uchrashuvlarni o'tkazishimizdan maqsad o'shalar qiynab kelayotgan muammolar, masalalarni yechishdan iborat. Mana shu sizlarni qiynab kelayotgan muammo masala bo'lsa, shularni birgalikda yechamiz. Bo'lmasa bugundagi navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Bir boshqa muammolar bo'lsa, tadbirkorlar eshitishni, shu masalasini yechishdan birgalashib qilamiz. Marhamat. Men Ifak Ma'lumot Gajman mahallesinde yaşayman. O'zimda ishsizman vaqtincha 2 yilda kredit bo'yicha parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi edim. Parrandachilik bilan shug'ullanmoqchisiz, to'g'rimi? Hozirgi kunda avvalan bu parrandachilik bilan shug'ullanganmisiz yo'qmi? Shug'ullanganman. Broiler jo'jami yoki tuxum qo'yadigan? Broiler bo'lsa bo'ladi. Broiler jo'jalarni yetishtirish bilan shug'ullanasiz. Uy sharoitida, to'g'rimi? Uy sharoitida. Yaxshi. Bo'lmasa hozir men sizga nechtagacha olish mo'ljallayapsiz? Soni, broiler jo'jalarning soni nechta? 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta, 2000 ta. 2000 ta olyapsiz, to'g'rimi? Bu 2000 ta oladigan bo'lsangiz, sizga men mahalla loyihasidan 7 million so'mlik plastik kartochkaga tashlab beriladigan kreditlar imtiyozli. Agar ayolingizni otlarida olsangiz 23%, o'zingizni otisiga olsangiz 25% qilib beramiz. 2 yil imtiyoz davri bor. 5 yilgacha ajratiladi. Bugun mahalla banklarimiz borib o'rganib, mahalla agentligi bilan birga oilaviy o'sha xonadoningizni o'rganadi, tavsiya beradi. Sizga 3 bank ish kuniga o'sha imtiyozli shartlar asosida kreditlarni ta'minlaymiz. 17 million so'mgacha. Mana bu qulay tomoni plastik kartochkaga tashlab beramiz. O'sha ozuqa yemizni ham, broileringizga ham naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Yemga ham qancha ishlatsangiz o'zingiz bilasiz, necha dona broiler jo'jasi olsangiz ham o'zingiz xohishingiz bo'ladi. Tanlab, ma'qul olasiz. Sizga ma'qulmishmi? Ma'qul bo'ladi.